Ana, davomchilar. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on chorva bozorida ana shu sigirimiz ona. Bolasi novoscha. 3-qorin dedilarmi? 3-qorin bolasi novoscha 15 million 700 ga. Sizlar oldilarmi sotdilarmi? Oldilar, ha? Barakatini bersin aka. Ana 15 million 700 ga olishdi ekan mana. Bolasi novoscha 3-qorin. Gap yo'q. Ro'zg'orda indamay kichkina ro'zg'orda gullatadigan sigir mana. Ro'zg'or bor sigirlardan. 15 million 700. Barakatini bersin. Hammaga assalomu alaykum. Qo'ljon uskalarning hamda chorva uskalarning hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borgan aka-ukalar, YouTube ishqozlari hamda chorva ishqozlari. Mana bugun haftaning yakshanba kuni 23-mart 2025-yil biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on chorva bozoridamiz. Inshaalloh bugun sizlarga bozor narxlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimizga yoqsa-like, yo'lmasa dislike bosib, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalga yangi mehmonlar bo'lsa, ekranning o'ng tomonida qizil obuna bo'lish yoki paytda tugmasi bor, shuni bosib qo'ng'iroqchalar chalib qo'ysalar, biz kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Demak, hamma ishlariga, kasbkorlarga, chorvalarga Allohdan barakatini tilab, videosimizga boshlaymiz. Xudo xolasa like bosib, podдержкада bo'lib turasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa sigir bozoridan, ro'zg'or sigirlardan videosimizga boshlaymiz inshaalloh. Bugun nechta ochamiz usta? Nechtasidan bugun? Nechta sigir bor bugun deyman sizdan? Hammasi, ha? 5 ta 6 ta bor ekan, ha? 5 ta. Mana shundan boshlaymi? Nechinchi qorin bolalar? Ha? Birinchi qorin. Mana boshda ikkitasi birinchi qorin. Buni ikkalasi birinchi qorin, ha? Bolasi nima? Novvoscha, xunojcha. Ikkalasini ham novvosmi? Narisi novvoscha degan, ha? Qara, bunga tura olmasdan. Bolasi novvoscha. Mana shu ikkalasi birinchi qorin ekan, hurmatli obunachilar. Bolasi novvoscha. Qaysi biri suvda bo'lyapti akalar? Mana shu 15 million 200 ming. Mana birinchisi, ha? Mana shu 15 million 200 suvda bo'lyapti hozir. Mana. Suvda bo'lyapti realni. Mana bolasi novvoscha, mana shu bolasi ekan. Birinchi tug'ish bolasi novvoscha 15 million 200 suvda bo'lyapti. Bunisi nechinchi qorin usta bunisi? Buni 21,5. Bunisi nechinchi qorin bu? Uchinchisi bolasi novvoscha. Bu ham novvoscha. Bunisi 3-qorin, ha? 21 million qilyapti mana shu obunachilar. 3-qorin. Bolasi novvoscha buni ham. Nechta tuka aka xohlasa bular? 8 ta. Bu qoran nech pul deyapti o'rtadagini buni? Qorani ikki bolasi bilan 24,5 qilyapti. Ha, bolasi ikkita buni. Ha. Tas qo'shilganmi yo'q egiz buni? Tas qo'shilgan, ha? Ha. Hozir ikkovi ham qaltaydi. Ha, deb yuraveradi, ha? Ikkala bolasi ham novvosmi yo bitta? Buni xunojan. Ikkovi ham xunojan, ha? Ha. Buni qancha dedingiz? 20? 24,5. Ikkita bolasi bilan. Buni 21,5. 21,5 qilyapti. Berilgan yo'q. Bunisi-chi? Buni suvdan qilgan yo'q. Ha, necha pul aytyapsiz o'zingiz bunga? Bular ham sizdan mahir? 26 million kami bor. Bolasi novvoz. Nechinchi qorin bu? Bu ham 3-tug'ish. Bunisi nechinchi bolasi? Ikkinchi. Bolasi novvoz. Bolasi katta bo'lib qoldi-a? Ha, bolasi bitta zo'r. Necha pul deyapsiz buni? Buni 33 million kami bor. Xolos hammasini yelillari butun mahir. Yillari butun xolos ana hurmatli obunachi ishonarli sigir olaman deganlarga akalarimiz doim sigirlarda ishonarli yaxshilari bo'ladi. Ro'zg'or bop har xil variantlari bo'ladi xolosa. Yeb ichari yuvoshligi xolosa sinovini beramiz aka. Yuvoshligi sovdirishiga. Telefon raqam aytib qo'yinglar aka. 91lik 200 1298. Mana shu raqamga aloqa chiqib ular do'lash bo'laveradi, ha? Bo'ldi. Rahmat aka, bozor bersin. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Akamizda doim sigirlarda ishonarli yaxshilari bo'ladi. Dal shu davom etamiz, xolos. Bo'ldimi? Baraka bo'ldimi? Mashsa? Hurmatli obunachilar, mana shu 15 million savdo bo'ladir, voy 15 million 400 ga baraka bo'pti ana. 15,5 mi 400 mi? Mana birinchi qorin bolasi novvoscha. 15 million 400 ga ana sigirimiz. Gap yo'q, olganga ham sotganga ham Xudo barakasini bersin.
Dalış devam etamiz. Mana. Keyin mana, dengelga dengel. Necha pul savdo bo'lyapti? Hareket olsunmi endi? Aytcha mana, dengel. 14 million. Nechinchi qorin ekan bolasi? Davlat jamoat sigirimiz 14 million savdo bo'lyapti ana shu. 14 million. Hareket olsunmi? Hech kimga bo'ladi, ancha gapirib qo'yamiz. Begina bo'lsa. Ancha. Bolasi nima ekan aka buni? Novosi. Nechinchi qorin ekan? Ha, ancha, o'zamisiz? 12 million qilib turadi, 2 million pul 14 million. Nima topsin? 14 million savdo bo'lyapti, berilmayapti. Ha. Bolasi novosi. Nechinchi qorin ekan bilmadik. O'tib yetib qolsa. Rahmat obunachilar 14 million 200 ga chiqqan. Birinchi qorin bolasi novosi sigirimiz 14 million 200 ga berilmayapti. 15 million. Famisiz? Hareket topasizmi? Voy, sizga yetyapti. Mana savdosi pishmadi. Hurmatli obunachilar, savdosi pishsa keyin nima qilamiz? Dalishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Aka nechinchi qorin ekan bu? Birinchi bolasi nima? Novosi yo'qmi? Mana. Birinchi qorin bolasi novosi. Mak kaltaroq o'shawan, kaltaroq. Şurada var abi sigirlerine. Neç pul deyapsiz aka buni? 17 ya. 17 milyon. Kami bor. Savdosi bo'ldimi aka? Nima o'zku? Aka boljonim. Ishingga ma'lum. Savdosi bo'ldimi aka? Neç pul ko'rdi? Savdo bo'lgan yo'q, ha? 17 milyon boy aytayotgan savdo bo'lmadi. Savdosi bitmadi hali. 17 milyon. Sekin sigirlar qatoriga qarab kirib keturamiz endi. Nechinchi qorin ekan aka bu? 2. Bolasi nima? Buni ajim. Ikkinchi qorin bolasi buni ajim. Ro'zg'or bob arzon sigirlardan so'raganlarga. Son sigirlardan ana. Bolasi buni ajim, ikkinchi qorin. Nechta tut aka olasa? Suti nechta? Ikkinchisi. Yo'q, suti. 12 litr. Yaxshilab qarasa undan ham ko'proq beraveradi. 12 ta beryapti, ha? Necha pul baho aytyapsiz aka bunga? 25 million. Kami bor. Savdosi bo'ldimi? Necha pulda ko'rdi? Savdosi bo'ldimi? Savdo bo'lgan yo'q, ha, la. 25 million deyishyapti, bozorda savdo qilmabdi. Maddomachilar. Ana. 12 ta sutga deyishyapti. Ikkinchi qorin bolasi xuna hojat. Aka, chiqadiga telefon raqam aytib ko'ramizmi? Sotamiz. Ha, mayli aka, bozorni bersin. Aka nechinchi bolasi ekan bu? Salom. Yaxshimisiz, sizimsiz, o'zi yaxshimi? Nechinchi bolasi ekan? 5-inchisi bo'lsa kerak. Ha, bolasi nima? Buni ajin. 4-chi yo 5-chi deyapti. Bolasi buni ajin. Ana. Ana, davomchilar. Nech pul deyapsiz bunga aka? 25 million, kami bor. Savdosi bo'ldimi? Nech pulda ko'rdi bo'lmasa? Ha, yana birgacha ko'rdi. Berilgan yo'q, ha? Qo'lchasa sotamiz. Yeb ichari, yuvoshligi, dog'li sinamog'i bor, ha? Ana, xulosasi ham dukkilab mana, mazmunchilar. Necha qilishdimi? Ishxodiga telefon raqam aytib ko'ramizmi? Ha, mayli. Bozorlarni bersin. Yaxshi sigir ekan. Mazmunchilar. Alishda davom etamiz, xohlasa. Yog'ganda aka nechinchi qorin akami? 3-chisi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, sizimsiz? O'zi yaxshimi? Bolasi nima? Novoscha. 3-chi qorin bolasi novoscha. Maddonachilar ana. Janavardi. Nechta tutga aka xohlasa? 15 taga. Ha, yangi tug'ildi. 4 kilo bo'libdi, maddonachilar bolasi. 15 ta nima qilaveramiz, beraveradi deyapti. Hozir 15 taga berishavergan. Yana berdi. To'ralar endi ham butunadi xolasa.
Ana. Neç pul aytyapsiz aka bunga? 27 milyon qilishyapti bozor, ha? Berilgan yo'q. O'zingiz neç pul so'rayapsiz? 32, kami bor. 32 dan kam bor, 27 ga qo'shiladi, ha? Yeb ichari yuvoshligi sinamog'i bor, ha? Xohlasa yeb ichari yuvoshligi sinamog'i bor deyapti, xohlasa. Telefon raqam aytib qo'yamizmi aka ish qo'yadiga? Telefon raqam aytib qo'yamizmi? 95lik 981 91 ha? Mana shu raqam yo'lab qochib ko'radi, ha, ish qo'yadilari. Rahmat aka, bozor bersin. Ana, nima davom ochadi? Aloqa qochib ko'rasizlar ish qo'yadilari bo'lsa. Fillar bugün kam chiqib turmayapti. Menlar to'lib turardi bozor. Aka nechinchi bo'ladi ekan bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, tuzimsiz? Bolasi? Novoscha. 3-qorin bolasi novoscha ekan. Hurmatli obunachilar, bu mana. On beş etki bir orası, ha? Töreler yerine bütün mahır. Ana, yerler canavar. Töreler sen bütün dişi dolar töreler yerine. Neç pul soruyor aka bunga? 32 deyapsiz kam bor. 32 milyon kami bor. Bozor neç pul berdi aka? 29 qildi, berilgan yo'q. Qo'shilsa sotamiz, xohlasa, ha? Yeb ichari yuvoshligi sinamog'i bor, ha? Telefon raqam aytib qo'yamiz shu hozirga? 91lik 682 692 99 96, ha? Mana shu raqamga aloqa qilib ko'radi shu qizlar, ha? Bulardan yana bo'ladi, ha, xohlasa. Rahmat aka, bozor olib bersin. Mana hurmatli obunachilar, ish qizlari bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. Nechinchi qolib olasiz aka bu? Ikkinchisi. Bola xunajin. Ikkinchi qorin, bolasi xunajin. Qanchalik bo'ldi bolasi aka? Necha oylik? 25,5. 25,5. Nechta tutga aka xohlasa? 15 ta 16 ta hozir kunda. Hozirgi kunda, ha? Bergisangiz beraveradi. Ha, yaxshi qarasa undan ham ko'proq beraveradi, ha? 20 gacha beraveradi. To'ralar yelini ham butun mahir. To'ralar ham butun, ha? Bozor savdo qildimi? Necha pul qildi bozor? 25,5. Ha, 25,5 qildi, ha? O'zingiz necha pul so'rayapsiz? 30 kam bor. 30 kam bor deyapsiz. 25,5 xuddi bozor, hurmatli obunachilar. Shu hozirga telefon raqam aytib ko'ramizmi? Nechilik? 95lik 747 66 88. Mana shu raqamga aloqa qilib ko'rasiz qizlar. Bulardan bo'ladi, xolos, ha? Xolos, rahmat aka, bozor bersin. Iqboljonov kanal aka. Mana ish qizlari bo'lsa, hurmatli obunachilar, aloqa qilib ko'rasiz. Bolasi ham kattagina bo'lib qoldi. Yo'q. Mana Shved ish qizlari Shvedsigina chiqdi. Aka nechinchi qorin aka bu? Birinchisi. Bolasi novoscha, ha? Birinchisi. Xunajin. Bolas xunajin. Yo'shagan lekin. Haqiqiy Shved ish qozlari yana. Nechta tutga aka, sutni o'lchadingizmi? Nechta tutga aka xohlasa? Suti nechta deyman? 6-7 ha? Asad bilan bu Birinchi qorin bolasi xunajin jana. Shvedchamiz. Ro'zg'or endi men gullar degan shu o'tdi. Yo, salom bo'ling. Nech pul deyapsiz aka narxi? 22 kam bor. 22 kami bor. 20 ga berilgan yo'q. Qo'lcha sotamiz. Hali kuroq buzmaganda. Yeb ichari yuvoshligi sinamog'i boradi xolos, ha? Telefon raqam aytib qo'yamiz shu hozirga aka? So'ramizmi? Mayli. Mayli aka, bozor bersin. Menga Shved canavar zo'r ekan. Hajda mol bemani sigirlarga. yo'gatlar bo'lsa, hayotda boqadi. Qaysi birini?
Şunusunu. Nechinchi qorin? Assalomu alaykum. Yaxshi, dumsiz. Bolasi nima? Bolasi. Bunga xunojimi bolasi? Xunoji. Birinchi qorin bolasi xunoji. 27 qildi dedingizmi? Ha, 27 million berishyapti. 27 million berishyapti mana shu yerga. Hurmatli obunachilar. Birinchi qorin bolasi xunojimcha mana. Nechta tutga aka xohlasa? 10 ta sutga. 10 ta tutga, ha? Mana. O'zi necha pul baho aytyapsiz? 35 million kami bor. 35 dan kami bor, 27 ga qo'shamiz. Qo'shamiz. Ha? Yeb ichari yuvoshligi O'ta zo'r. sinamog'i boradi xohlasa. To'rala yelini ham butun mahir. Telefon raqam aytib ko'ramiz ushbu hozirga. Nechilik? 93lik 951 73 73 33 ha. Narisi ham bizamiz, bular olib kelib turadimi? Bizamasizlar. Ha, bo'ldi. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Sotilib olinib bular. Oldi. Bu sotdi, bu oldi. Ha, ikkalasini hammi? Jibbiga, ha? 100 million to'ppa-to'g'ri bo'ldi aka. Jibbiga ya? Nechinchisiga bo'g'azagan bular? Bu ikkinchisiga. Bu ikkinchisiga. Buni Ikkinchisiga mo'ljal. akalar ruxsat video qo'yardi, mayli mahir. Assalomu alaykum. Bizimizlar. O'zinglar yaxshimi? 100 millionga ketdi dedilarmi-ki o'yna? Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, mana ikkalasi 100 millionga baraka bo'libdi. Bunisi birinchisigamidi bu? Bo'g'azagan kelasi ham hurmatli obunachilar. Lekin bo'ylari balandgina, o'ta gigant sigirlar ekan. Olganga ham, sotganga ham xudo barakat bersin. Mana shu kelasi 100 million bo'lib to'ppa-to'g'ri ana. Bunisi ikkinchisiga. Bunisi ham bo'g'azagan. Gap yo'q. Barakatini bersin. Hurmatli obunachilar, navbatdagi sigirimiz. Aka nechinchi qorin ekan bu? Ikkinchisi. Bolasi? Novoscha. Ana hurmatli obunachilar, ana bolasi. Bolasini yaltillab turishni ko'ringlar mana. Ikkinchi qorin bolasi novoscha. Ana. Nechta tutga aka xohlasa? Suti nechta? Ha. Yaxshilab qarasa beraveradi, ha? Nech pul deyapsiz narxi? 2 litr beradi. Na, bahoda nech pul beryapsiz aka bunga? 33 ga. 33 million, kami bor. Bozor savdo berdim, nech pul berdim? Hamma gapiradi, 15 million, 2 litr, 3 litr beradi. Yana valla. To'rala yelni ham butunmi? Yo'q, bittasi ishlaydi. Adilga ekansiz-da, anchagina. Nech pul baho deyapsiz aka? Narxi? 33 deyapti. 33 million, kami bor. Bozor nech pul berdi? Savdosi bo'ldimi? Bo'lyapti, har xil aka. Ha, jazman so'ragan yo'q hali. So'rayapti, jazmani 27 so'rayapti. 27. Berilgan yo'q. Qo'shilsa sotamiz. 33 million deyishyapti, 27 million savdo qilibdi. Telefon nomer aytib ko'ramiz ushbu hozirga. Aytmaymiz. Ha, mayli. Nomer aytmaymizmi? Yo'q. Ha, mayli aka, bozorlarni bersin. Nomer aytishmadi. Mana endi gigant sigirlar qatoriga kirib ketamiz. Mana gigantlar bari. Nechinchi qorin aka bu? Nechinchisi ekan bola? Ikkinchisi. Bolasi? Xunojil. Ikkinchi qorin bolasi xunojil ekan. Domlachilar. Savdomi? Janavar, sutlar oq ketyapti. Nechta tutga aka xohlasa? Nechta suti bor deyman? 20 ta suti bor, ha? Nech pul deyapsiz? 45 deyapti. 45 million. 41 qilyapti. 45 million deyishyapti, 41 million qildi o'zim obunachilar aytman. Ikkinchi qorin bolasi xunojil. 20 ta oshib suti bor deyishyapti xohlasa. Bunga janavarlar sutlari oqib ketyapti. To'rala yelini ham butunani xohlasa, to'ralasi ham butunan yelini.
Yuvoshligi, sovdirishi yaxshi. To'g'ri. Operatsiya ham qo'lga ham. Telefon raqami aytib ko'ramiz shu hodiga. 90lik. 90lik 307 47 32. Mana shu raqamga aloqa qilib ko'ra, bulardan bo'ladi xolos, ha? Bo'ldi, rahmat aka, bozor bersin. Ana, hurmatli obunachilar, aloqa qilib ko'rasizlar. Lekin yurgan deganlar. Bular anchagina bilan. Nechinchi bolasi ekan bu? Birinchisi. Bolasi nima? Unachi. Ana, hurmatli obunachilar, yosh sigirlardan mana. Birinchi qorin bolasi Xunoji. Bulardan bitta ko'rsatib qo'ying. Sutini o'lchadingizmi? Nechta suti bor aka? O'lchalganingiz yo'qmi? 20 ta. Ana. Nech pul baho aytyapsiz aka bunga? Ha? Baho aytilyapti, hozir 31 Ha, 40 million baho aytyapsiz. 31 milliongacha ko'rdi. Berilgan yo'q. Polshada sotamiz, da xolos, ha? Yeb ichari, yuvoshligi. Sinamog'i bor, ha? To'rali yilni ham butun mahir. Janob yerlar. Telefon raqami aytib ko'ramiz shu hodiga aka? Nechilik? 90lik. 627 627 74 57. 74 57, ha? Mana shu raqamga aloqa qilib ko'radi xolos shu hodiga. Rahmat aka, bozor bersin. Ana, domlachilar. Sho'xodalar bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar, lekin yosh sigir, birinchi qorinda xolos. Rahmat aka, bozorlarni bersin. Aka nechinchi qorin ekan bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, tuzumsiz? Nechinchi qorin aka? Birinchisi. Bolasi nima? Sevimga qo'yib ko'raymi? Xo'sh. Mayli. Shu narxini bilib o'tkazaylik. Malolga bo'lsa, narx nech pul? 38 million. Hurmatli obunachilar, 38 million qilyapgan sigirimizni. Mayli aka, rahmat. 38 million. Ana bu yoq bo'zlar. Yana bunlar yiriklari bu tarafda. Nechinchi bolasi ekan mana bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Bolasi nima? Birinchi bolasi nomosh ekan. Domlachilar. Mana. Mana bolasi. Canavarlar. Mana. Nechta tutga anaga xohlasa, sut nechta? 20 taga. Nech pul so'rayapmiz? 40 million. Kami bor. Savdosi bo'ldimi? Bo'lyapti. Nech pulda ko'rdi so'ramasa? Endi hali bermoqlarga Ha, jazman so'ragan yo'q hala. 40 million baho aytishyapti. Hurmatli obunachilar, jazman so'ragan yo'q deyapti. 20 ta sutga. Bolasi o'zicha mana. Telefon raqamini aytib ko'ramiz shu hodiga aka? Yo'q. Shart emas. Ha, mayli. Rahmat, bozor bersin. Telefon raqamini aytishmadi aka. Shu suvda bo'lyapti-ku? Hech bir suvda bo'lyapti Ramazon? 30 million. Janob. Nechinchisiga ekan bu? Birinchisiga. Birinchisiga bo'lgan variant. Hurmatli obunachilar, asosiygina. 30 million savdo bo'lyapti-a? 35 million, ha? 35 million savdo bo'lyapti ana shu. 35 million. Neresi nechinchisiga? U ham turadimi aka? Neresi? Bu netisiga bilmadim. Ha. Aka bu netisigami? Olmaga suvda pişdimi? Suvda pişdimi? Assalomu alaykum. Xudoga yaxshi, tuzumsiz, charchamasdan. Rahmat, Xudoga shukr. Bu nechinchisiga edi bu? Birinchi bu. Ikkovi ham birinchi. Nech pul savdo bo'ldi hozir? 31 qilyapti, ha. 260 Ikkovi jupiga. O'zingiz nech pul so'rayapsiz jupkalariga? Ha? 75 dedi. 75 million. Kami bor. Ikkovi ham birinchisiga, ha? Qanchalik bo'ladi bular? Olmaga?
Qanchalik bo'ldi bu? 8 oydan o'tgan, ha? Domlachana 8 oydan o'tgan bo'g'otlar ekan. Ko'rgan birinchisiga, yosh sigirlardan. Jipiga 75 million baho aytilyapti, 67 million kutdi bozor. Uni o'zini 31 million qilyapti. Albaga telefon nomeri aytib ko'ramizmi? Yo'q, endi sotib olsam kerak. Ha, Sotib yuboraman, to'g'ri gap. bo'pti-da. Harakat bo'lmasa kelasiz. Ha, bo'ldi, mayli. Bozoringiz bersin. Xo'p, mayli. Sog' bo'ling. Ana, ro'znomachilar, lekin zo'r sigirlar ekan. Ku ham birinchisiga 8 oydan o'tgan bo'g'ot variantlar. Aka nechinchisiga ekan bu? Birinchi qoringa. Qanchalik bo'ldi aka taxminan? 7 ga. Assalomu alaykum. Hormaylar. Yaxshimisiz aka, sizimsiz? Xudo yaxshimi? Birinchi qoringa 7 bo'g'otlar mana, domlachilar. Nech pul deyapmiz aka narxi? 40 million, kami bor. Ozroq, ko'pmas. Ha. Bozor nech pul berdi aka? Turamiz. Ha, hali jazma savdo qo'yyo, ha? Yeb ichari dohla sinabog'i bor, ha? Yemasa hechimsa bunchalik xo'p kelmaydi. Sinab ko'rarga Sinab ko'ra. ko'radi. Ko'radi, ha? Telefon raqamini aytib ko'ramizmi shu hozirga? 444 94lik 444 0860, ha? Rahmat aka, bozoringiz bersin. Mana. Domachilar. Shu xodlarni bir saloq qo'yib ko'rasizlar. Kelgan sigir ekan. Ayşe savdo bo'lyapti. Qaysi bir savdo bo'lyapti? Necha pul bo'lyapti aka savdosi? 22,5. Ha, sigirimiz mug'ozimizdan hurmatli domlalar 22,5 savdo bo'lyapti. Necha pulga ketdi? Necha pulga baraka bo'ldi? 22 million 700, ha? Nechinchi qorin edi akalar? Birinchisi, ha? Yo'q. Mana birinchi qoringa bo'g'oz sigirimiz, mana yosh sigirona. 22 million 700 ga baraka bo'ldi, hurmatli domlachilar, mana. Gap yo'q. Olganga ham, sotganga ham Xudo barakasini bersin. 22 million 700. Mana hurmatli domlachilar, navbatdagi bo'g'ozlarimiz. Kelasi ham birinchisiga 8 oylikdan o'tgan bo'g'oz ekan, hurmatli domlachilar. Mana. Rossiyskiy dog'larlar mana. Kelasi ham birinchisiga ekan. Kelasi ham birinchisiga edi aka. Nech pul baho aytyapsiz aka bunga? Ularga nech pul baho aytyapsiz? 43 milliondan kami bor. Savdosi bo'ldimi? Nech pulga ko'rsatamiz? 65 milliondan tortib 72 millionga. Ha, 72 milliongacha ko'rdim. Eng oxirisi jipiga berilgan yo'q. Qo'lcha sotamiz. Yeb ichari dohilida sinamog'i bor, ha? Ha, behisob. Telefon raqamini aytib ko'ramiz shu hozirga. 99lik 327 32 90 to'ra. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Mana hurmatli obunachi, aloqa qilib ko'rasiz. Ikkalasi ham birinchisiga 8 oylikdan o'tgan bo'g'ozlar mana. Mana. Gap yo'q. Mele, mana lekin yo'lda sotinglar, yo'ldan nima qilinglar? Nechinchisiga ekan aka bu? Ikkinchisiga. Qanchalik bo'ldi aka? 15 kunda tug'adigan. Ikkinchisiga 15 kundan yarim tug'adigan varianti. Vallahi nech pul so'rayapsiz aka bunga? Nech pul baho aytyapsiz? 35 million. Kami bor. Bozor nech pul berdi aka? 28,5. 35 million kam bor deyapti, 28,5 million tutib bozor aka. Hurmatli obunachilar, ana shuni. Birinchisiga 15 kun atrofida tug'adigan varianti. Lekin o'chagina korpuslari chiroyli sigirganlarga. Yeb ichari dohlasa sinamog'i bor aka. Telefon raqamini aytib ko'ramiz shu hozirga. 90lik
059 059 69 95. 69 95. Qaysi raqamga aloqachi ko'radi-da, xohlasa. Rahmat aka, bozor bersin. Sog' bo'ling. Mana hurmatli obunachilar, ishqibozlar bo'lsa aloqachi ko'rasizlar. Lekin bu mana sigir ekan. Aka nechinchisiga ekan bu? Birinchisiga. Qanchalik bo'ldi? 10 kunlik. Birinchisiga 10 kunlari bo'lsa tug'adigan variantdan hurmatli obunachilar. Sigirlar bugun o'ta ko'p chiqdi. Bo'g'ozlar ko'p chiqdi bugun. Endi bolalar kam desam, bu yoqda bo'g'ozlar o'ta ko'p chiqdi. Necha pul baho so'rayapsiz aka bunga? 40 million. Kami bor. Bozor so'ng necha pul berdi aka? 33 gacha bo'ldi. Berilgan yo'q. Qo'shsa sotamiz xohlasa. Yeb ichari yuvoshligi sinovi boradi xohlasa, yeb ichari. Telefon raqam aytib ko'ramiz shu hozirga. Aytmaymizmi? Ha, mayli. Bozoringiz bersin aka. Telefon raqam aytishmadi. Mayli. Nechinchi qorin aka bu? Birinchisiga. Assalomu alaykum. Sizlarsiz? Sizlar yaxshimi? Charchamasdan. Birinchisiga qanchalik bo'ldi? Birinchisi 40 ta jinni o'tib berasizmi deb dadamdan savdo qilib turdi. Necha pul bo'ldi? Necha oylik bo'ldi nimasi? Yaqin bir hafta nari berasiz. Bir hafta nari berdi. Uda 10 kun atrofida ekanda. Mana albatta obunachilar birinchisiga bo'g'oz. 40 million yetishga turgan ekan. 40 millionga yaqin savdo bo'lib turgan ekan mana shu. Birinchisiga bir hafta 10 kunda to'ydigan varianti. Oxir savdosini necha pul ko'rganini bilmaysiz-a? O'zi necha pul so'raydi o'zi bunga? Shu 50 million. 50 million. Kami bor a? Telefon raqam aytib ko'ramizmi? 94 lik. 94lik. 135 Necha? 335 24 26. 24 Rahmat aka, bozor bersin. Mana, hurmatli obunachilar, ishqibozlar bo'lsa aloqachi ko'rasizlar. Mana hurmatli obunachilar, navbatdagi sigirimizni ko'ringlar. Dumba savaribdi, dumba. Gap yo'q. Ikkinchisiga 8 oylikdan o'tgan bo'g'oz ekan mana hurmatli obunachilar. Simentali kozlar ekan mana. Bunisi qisir dedingiz-a buni? Bunisi neredeyse qisir ekan. Bu bo'g'oz necha pul deyapsiz aka bo'g'ozni? Bo'g'ozini 55 million. 55 million. Kami bor. Necha pulga ko'rdi? Savdo bozor necha pul berdi aka? Savdosi 42 million. 42 million. Berilgan yo'q. Qo'lsa sotamiz-da, xohlasa. Mana, domlachilar 50 million kam bor deyapgan, 42 millionni ko'rib mana siz. Bunisi necha pulga ko'rdi aka bunisi? 30 million. Bunisi qisaragan, lekin bu ham gigant sigir ekan. Domlachilar. Qana ko'rinyapti telefonda bilmayman, lekin mana bu Shovskiy. Yere sanasigan. 30 millionni ko'ribdi. Bu qisaragan. Bo'yi 1,5 metr, 1,60 ham chiqsa kerak. Mana. Kelasi ham do'g'lis yeb ichari sinamog'i boradi xohlasa. Telefon raqamini aytib ko'ramizmi? Nechilik? 93lik. 122 90 95 ha? Rahmat aka, bozoringiz bersin. Mana ishqibozlar bo'lsa aloqachi ko'rasizlar mana. Gap yo'q lekin dumba savarib sigir. Novosga o'xshab, Novosga o'xshab ketdi.